Do'stimiz quyidagicha savol berdi. Nima uchun va nima maqsadda Alloh ba'zi odamlarni nuqson bilan yaratdi? Birodar, bu savolning javobi Qur'oni Karimda kelgan. Mulk surasi 2-oyatda Alloh taolo aytadi: "O'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir." Do'stim, siz so'rayotgan nima uchun ba'zi odamlar nogiron holda tug'iladilar, ba'zilar kambag'al yashaydilar, boshqalar esa nasliy kasallik orttirib oladilar. Bu holatda bemor kishining aybi nima degan savol hinduiy faylasuflarni ham o'ylantirgan. Shuning uchun ular samsara deb nomlangan tushunchani o'ylab topishgan. Samsara bu dunyoda tug'ilish va o'limning uzluksiz aylanishidir. Men qiyosiy dinshunoslikni o'rgangan paytlarimda hinduiylikning eng qadimgi qo'lyozmalari bo'lmish Vedalarni o'qib chiqdim. U yerda Bon Ajnam haqida yozilgan edi. Bon keyingi degan ma'noni beradi. Ajnam esa tug'ilish, keyingi tug'ilish, ya'ni o'limdan keyingi tug'ilish. O'limdan keyingi hayot haqida Qur'onda ham aytilgan. Lekin Vedalarda o'lim va hayotning siklik ekanligi haqida hech narsa deyilmagan. Ya'ni o'limdan keyin hayot, undan so'ng yana o'lim, undan so'ng yana hayot. Vedalarda bunday ma'lumot uchramaydi. Biroq hinduiy faylasuflar karma tushunchasiga tayanishadi. Karma qonuniga ko'ra esa har bir harakat aks harakatga egadir. Shu tushunchaga muvofiq faylasuflar bu nogiron kishilar avvalgi hayotlarida yomon ishlar qilganlar. Shu sababli ham ular nuqsonli bo'lib tug'ilishgan deyishadi. Lekin hinduiylikning eng muqaddas kitoblari bo'lmish Vedalarda bu haqida hech qayerda aytilmagan. U yerda faqat o'limdan keyingi hayot haqida aytilgan. Bu tushunchaga esa nasroniylar ham, musulmonlar ham ishonadilar. Hinduiy dinidagi kishilar nega odamlar nuqson bilan tug'iladilar degan savolga javob topa olmaganlari uchun ular mana shu falsafani o'ylab topishgan. Odamlar o'lgandan so'ng ularning aqliy, jismoniy sifatlari o'zgarar ekan. Agar sen umringda oxirida yomon ish qilgan bo'lsang, keyingi hayotingda nogiron holatda tug'ilar ekansan. Shuningdek, ular agar kishi o'tgan hayotida yaxshi amallar qilgan bo'lsa, keyingi hayotida darajasi yana ham yaxshi bo'ladi deyishadi. Ularda eng yuqori daraja bu inson bo'lib tug'ilish. Aksincha, agar o'tgan hayoti davomida yomon amallar qilgan bo'lsa, keyingi hayotida boshqa jonzot bo'lib tug'iladi. Misol uchun mushuk, kuchuk, ya'ni uning darajasi past bo'ladi. Savolim shuki, bugungi kunda jinoyatchilik soni ortmoqdami yoki kamaymoqdami? Albatta ortmoqda. Siz bunga qo'shilasiz. Aholi soni ortmoqdami yoki kamaymoqdami? Ortmoqda. Xo'sh, endi bu qanaqasi? Axir ularning mantig'i bo'yicha jinoyatchilik ortgani bois aholi soni kamayishi kerak edi-ku. Amalda esa hammasi boshqacha. Lekin qarshimizda savol turibdi. Nega ba'zi odamlar qashshoq, ba'zi odamlar esa kasal? Yuqorida aytganimdek, buning javobi Mulk surasining 2-oyatida keladi. Alloh taolo aytadi: "O'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir." Ya'ni, bu biz yashab turgan dunyo, biz uchun sinov va abadiy manzilimiz uchun tayyorgarlikdir. Bu imtihonni qanday topshirishingga qarab, senga shunga muvofiq hukm chiqariladi. Alloh taolo har bir kishi bilan o'ziga yarasha savol javob qiladi. Misol uchun har yangi o'quv yilida imtihon savollari o'zgaradi. Agar savollar bir xil qolaversa, unda imtihondan nima ma'no? Shuningdek, Alloh taolo ham har birimizni turli xil sinovlar bilan sinaydi. Ba'zilarga u zot boylik beradi va unga har yili nisobdagi molining 40dan birini zakot qilib berishlikni farz qiladi. Kambag'al kishida esa bunday mas'uliyat bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan boy kishining mas'uliyati ko'proq bo'ladi va ko'p narsadan so'raladi. Shu sababli bizdagi har bir ne'mat uchun javobgar ekanligimizni tushunib yetishimiz kerak. Alloh taolo bizga bergan har bir ne'matidan so'roqqa tutadi. Ba'zi odamlar nasliy kasallik va jismoniy nuqson bilan tug'iladilar. Chaqaloqda nima ayb deb kimdir so'rashi mumkin. Siz bilan biz har bir go'dak aybsiz va gunohsiz ekanligiga ishonamiz. Biroq bu foniy dunyodagi hayotimizda Alloh taolo aytganidek, mollarimiz va farzandlarimiz fitnadan, sinovdan o'zga narsa emas. U go'daklar o'z ota-onasi uchun sinov bo'lishi mumkin. Bolaning ota-onasi mustahkam iymon va taqvo sohiblari bo'lishsa, Alloh taolo ularning mana shu iymon va taqvolarini sinamoqlikni iroda qilgandir. Shuni bilingki, sinov qanchalar kuchli bo'lsa, ajr mukofoti ham shunchalar yuqori bo'ladi. Buni o'quv jarayoniga qiyos qilish mumkin. Masalan, maktabdagi bitiruv imtihonlari doktoranturaga kirish imtihonlaridan ancha yengilroq. Lekin siz qachonki doktoranturani bitirsangiz, ismingizni oldiga doktor unvoni qo'shiladi.
To'g'ri, imtihon og'ir, lekin uning mukofoti ancha yuqoriroq va faxrliroqdir. Shuning uchun sinov qanchalar kuchli bo'lsa, ajr mukofoti ham shunchalar yuqori bo'ladi. Biz dunyoning foniy ekanligini hech ham unutmasligimiz lozim. Bu dunyo sinov uchundir. Narigi dunyo esa abadiylik diyoridir. Alloh taolo har bir kishini turli xil sinovlar bilan sinaydi. Odamning nuqsonli tug'ilishi bu uning gunohkor ekanligini anglatmaydi. Yoki hinduviylar aytganidek, avvalgi hayotida yomon ishlar qilganligi uchun ham emas, kasal bola ota-onasi uchun imtihon bo'lishi mumkin, yoki kasallik uning o'zi uchun sinov bo'lishi mumkin. Alloh taolo uni shu yo'l bilan sinaydi. U Allohga iymon keltirgan holda shukr qiluvchilardan bo'ladimi yoki yo'q? Shuning uchun ba'zi odamlar kam ta'minlangan oilalarda tug'ilsalar, ba'zilar esa boy oilada tug'iladilar. Ba'zilar kasal bo'lib tug'ilsalar, ba'zilar sog'lom bo'lib tug'iladilar. Hammasi sening qadaringga qanday sinov bitilganiga bog'liq. Masalan, tasavvur qiling. Biz 100 metrlik masofaga yugurish uchun mo'ljallangan yo'lakda turibmiz. Ba'zi yuguruvchilar nogironlar. Shuning uchun ular yugurishni 50 metrdan boshlaydilar. Ularga jismoniy holatlarini hisobga olgan holda 50 metrlik imtiyoz berilmoqda. Xuddi shuningdek, agar Alloh taolo bandasidan ne'matlardan birini to'sdimi, uning sinovi ham shunga yarasha bo'ladi. Sinaluvchining sinovi qiyin bo'lsa, sinovchi hamma holatni hisobga olib, unga marhamat ko'rsatadi. Shuning uchun ham Alloh taolo insonlarni har xil qilib yaratdi. Ularning tillari, mamlakatlari, terisining rangi, sog'lig'i, moddiy holatlari turlicha. Bularning hammasidan kelib chiqib, Alloh taolo qiyomat kuni hisob-kitob qiladi. Umid qilaman savolingizga javob berdim.